Xo'p akalar, $400 boshlang'ich to'lovi bilan 2022-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari 100% toza holatda bo'lgan Damas mashinamiz kelgan. Mashinamizni qisqacha obzor qilib beraman. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi, ko'rsalar bo'ladi. Orqa balonlari ham yaxshi holatda. Salon holatini ham bitta ko'rsataman. Salonlari ham pashi yangidek bo'lib turibdi, o'rindiqlari ham yaxshi holatda, orqalari ham juda ham sveji holatda. Xo'p, mashinamiz 130 proyekt masofani bosib o'tgan. Tepalarida unaqa kolonkalari, barlari bor, mejigar pullari bor. Keyin mashinamiz polni shumka bo'lgan, eshitib ko'rsak bo'ladi. Patologlarga shumka bo'lgan. Orqalari ham juda ham sveji holatda, juda ham yaxshi holatdagi mashina 2022. Bu mashinamizni $400 boshlang'ich to'lovi bilan O'zbekistonning barcha viloyatlariga bitta pasport prava yozib olib ketsalar bo'ladi. Keyin ham aytdi $200, $300, $400, 25 Damazimiz ham bor. $1000 boshlang'ich to'lovi bilan 24, $500 boshlang'ich to'lovi bilan $300 ga mokri Damazimiz bor. Keyin xo'p, $500 boshlang'ich to'lovi bilan Labo mashinamiz ham bor. Xo'p, yana $200 boshlang'ich to'lovi, oylik to'lovi juda ham arzon chiqadigan 2020-yil ishlab chiqqan kraskasi top-toza bo'lgan Damazimiz ham bor. Agarda sizlarga ham mana shunaqa oylik to'lovi ham, bosh to'lovi ham arzoncha Damazlar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yib, mana shu videoning kommentariyasiga plyus belgisini qoldirsalaring, biz o'zimiz hamma ma'lumotlarimizni tashlab beramiz. Agarda sizlarga mana shu mashinalarda oylik to'lovlar qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib, oylik to'lov haqida batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Telegram kanalingni qatdan topamiz deganlar uchun profilimga kirib, silkasi turibdi, silkani bitta bossanglar, Telegram kanalimga kirasizlar. Agarda sizlarga mana shunaqa arzoncha mashinalar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yib kuzatib tursanglar, xudo xolisa mana shunaqa arzon mashinalarning egasi bo'lishlaring mumkin. Obuna bo'lish isinglardan chiqarmanglar.